Assalomu alaykum yaxshilar. Bugun sizlar bilan Manchester United haqida gaplashamiz. Manchester United 5 o'yindirki mag'lubiyat nimaligini bilmay kelmoqda va bu yaxshi do'stlar Manchester United uchun va Ruben Amorim va mehnati zoye ketmayotganini ko'rsatmoqda. Manchester Unitedning hozir ustunligi nimada? Azizlar, Manchester United hozir APLdan tashqari barcha turnirlardan chiqib ketdi va hozir Manchester Unitedga faqat APLdagi musobaqalar va keyingi mavsum uchun Amorimga tayyorgarlik juda yaxshi kechadi. Faqat APLdagi o'yinlar va orada jamoa ko'proq dam olgani hisobiga Ruben Amorim ko'proq ishlashda davom etmoqda va keyingi mavsum uchun tayyorgarlikni bu mavsumdan boshladi. Keyingi mavsum Manchester Unitedni dahshatli ko'rishimiz mumkin. Amorimga bu mavsum ham tayyorgarlik jarayoni bo'lyapti. Amorim 3 ta himoyachi taktikasidan voz kechgani yo'q va bu taktikani oxirigacha olib boraman va o'zim ustimda ishlab Manchester Unitedni yana avvalgi holatiga qaytaraman deya va'da beryapti Manchester muxlislariga. Va men jamoadan ketish niyatim yo'q va oxirigacha ishlashda davom etaman deb aytib o'tyapti Ruben Amorim. Bu mavsum juda katta o'zgarishlar bo'ldi Manchester Unitedda. Qanchadan qancha o'yinchilari ketdi va to'g'ri 3 ta transfer qildi. Bembu Kunyani oldi va Varataris alishdi. Ruben Amorim jamoani boshqatdan qurmoqda. Jamoani boshqatdan qurish uchun bir mavsum yetarli bo'lmaydi azizlar. Ruben Amorimning ustunlik jihati 3-4-3 sxemasida o'ynamoqda va to'rt yarim himoyachilar ham himoyaga ham hujumga borishning oqibatida vaziyatlarni keskinlashtirmoqda. Amorimga ozgina vaqt kerak do'stlar. Keyingi mavsumdan bu Amorim jamoasi titullar uchun kurashishga kirishadi va bu mavsum uchun Manchester United muxlislari va prezidentlar shtabi rozi bo'lish kerak Amorimdan va qo'yib berish kerak Amorimga shunchaki bu mavsum uchun. Sizlarga bergan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting do'stlar.